Qanchalik yaxshi kelin bo'ldim, bilmadim-u. 3 ta o'g'lim bor. Kelinlarim o'zimga o'xshasa, jon deyman. Alloh qodir qilib. Ramazonni ilk kuni qaynotam, qaynanam hali hech qachon umrida bo'lmagan 2 ta qaynopamni umraga hadya qilib yuborganmiz. Shunaqa hadyalar qilishga Alloh hammamizni qodir qilsin. Havas qilib niyat qilgandan videoga bitta like. Sobiq qising oxirigacha qil deyshadi-yu. Umrada bir xil kiyib yurishlari uchun Bonisu do'koniga umra liboslarini olish uchun keldim. Aytgancha, enimdagi ko'ynagim ham aynan mana shu do'kondan. Assortimenti ko'pligini qaranglar. O'zbekistonda eng katta assortiment aynan shu do'konda. Bundan olsammikin? Ikkitasini olsanglar, uchinchisi teppa-tekin ekan, sharflari, ro'mollari o'zi bilan ekan. Voy bu assortiment ko'pligini ko'pra deysizmi, shtapil deysizmi, ko'pra tensil deysizmi, xullas 100% havo o'tkazadigan kiyimlarni eng katta assortimenti aynan shu yerda ekan. Aytgancha qizajonlar, bu Bonisu do'koni Chilonzordagi 3-eng katta filiali. Bu yerda umri uchun yumshoq oyoq kiyimlar, cheshkalar deysizmi, ayollarimiz uchun mayichkalar, lasinalar, xullas ro'mollargacha bor. Zo'r narxlarda xaridlarimni qilib oldim. Nimalar olganimni kiyishganida ko'rsataman.